Germaniyada farzand dunyoga keltirish qanchaga tushadi? Juda ham qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, buni bilib olasiz. Germaniyada farzand nemis tilida aytilganda Krankenhausda dunyoga keladi. Har bir ayol uchun maxsus xona tayyorlanadi. Bu xona Kreissaal deb nomlanadi. Xona chaqaloq dunyoga kelishi uchun kerak bo'lgan barcha qulayliklarni tashkil topgan. Farzand tug'ilgandan so'ng ona va bola maxsus xonaga o'tkaziladi. Bu xona ham ona va bola uchun kerak bo'lgan barcha qulaylik bilan ta'minlangan. Boshqacha qilib aytganda, onajonlar, Germaniyada 2 so'mga tayyorlov bilan kelishiga hojat yo'q. Germaniyada farzand tug'ilgandan so'ng kasalxonada 3 kundan 7 kungacha qolishi mumkin. Onaga maxsus moslama beriladi. Agar nimadir kerak bo'lib qolsa, u bosiladi va hamshiralar xonaga keladi. Shifokorlar onalarga parhez qilishni taqiqlaydi va aksincha xohlagan taomni iste'mol qilish mumkinligini aytishadi. Juda ham kutib qoldingiz-a? Sizning sog'liq sug'urtangiz barcha xarajatlarni to'lab beradi. Hech qanday pul to'lanmaydi. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentlaringizni kutib qolaman. Siz bilan Germaniyadagi o'zbek qizi Aziza bo'ldi.